Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana biz hozir Andijon viloyati Asaka tumaniga yangi mebelimizni o'rnatib bo'ldik. Bu mebelimizda общий uzunligi, uzun tomoni 3,5 metr, bu tomoni 180 santimetrga kelib chiqdi. Bu mebelimizda xolodilnik qo'yish uchun joyimizni tayyorlaganmiz. Xo'p, fartugida kafellarini tayyorlab berdik. Stolining usti 2,5 santimetr qalinlikdagi rossiyskiy stolishnica bo'ldi. Osha-moshalari va tortmalari hammasi vakuumli bo'ldi. O'zi sekin tortib ketadigan holatda. Tepasida polkalari 3 etajli bo'ldi, 2,30 balandlikdagi. Xo'p, Zifler firmasidan yangi vitichalarni o'rnatib berganmiz. Xudo xolasa xizmat qilishi zo'r ishlayapti. Bir yo'li rozetkalar tushilgan ekan, ishlatib qo'ydik. Mana shu holatda bemalol ko'tarib turibdi. Xo'p, 0,5 santimetrlik qalin panel displey. Shu holatda ko'tarib turibdi. Mana. Shunaqa og'ir narsani bemalol ko'tarib turadigan holatda. Yana kimgadir shunaqa mebellar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa qilishinglar mumkin.